Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Tashkent Motors bilasiz, elektromobillar, jaklar sohasida anchadan beri faoliyat ko'rsatib kelmoqda. Hop. Avtosalonimizning 7 ta filiali mavjud va har bir filialda ko'rib turganingizdek, o'zimiz sotgan mashinalar uchun va boshqa avtomashinalar uchun ehtiyot qismlarimiz ham sotuvda mavjud. Bundan tashqari servislarimiz ham bor. Hop, bulardan misolcha aytaylik, hozir O'zbekistonda eng ko'p sotilayotgan yuk mashinalardan biri bo'lgan Jak X200. Jak X200 uchun havo filtrlari ko'rishingiz mumkin mana. Bundan tashqari moy filtrlari, Jak M3, M4lar uchun ham moy filtr, amortizator, hop, oldi orqa kolodkalar hamda elektromobillar uchun mana bunaqa salon filtrlari. Hop, ko'p bilamizki, ayrim elektromobillarda salon qismida salon filtri chiqmagan holatlarda ham duch keldik. Hop, mana shuning uchun ham elektromobillar uchun salon filtrlar keltirilgan. Hop, bundan tashqari bu yoqda ko'rishimiz mumkin termostatlar, bu yoqda M3lar uchun, M4lar uchun brizgaviklar va yana X200 yuk mashinalari uchun brizgavik patrinliklar bor. Bundan tashqari yana aytishimiz mumkin, mana Jak X200 yuk mashinasi uchun aynan mana shunaqa torpeda chiqonlarimiz ham yetib kelgan. Mana ko'rib turibsiz, juda chiroyli bejirim ishlangan, orqa taraflari ham juda yaxshi ishlov berilgan. Bu Jak X200 uchun bo'lgan torpeda chiqon. Jak M3larimiz uchun hop ikki xilda torpeda chiqonlar sotuvda mavjud. Bunaqangi materialda hamda kojinli materialda sotuvda bor va M4lar uchun ham torpeda chiqonlar, hamma mashinalarimiz uchun chiqol poliklar, bundan tashqari yana boshqa nimaga zarur bo'lsa barcha ehtiyot qismlari bizda o'zimizda bor. Ya'ni pastda qoldirilgan raqamlar orqali bemalol o'zingizga kerak bo'lgan mashinangizga kerak bo'lgan avtoehtiyot qism xarid qilishingiz mumkin. Bundan tashqari bizda bilasizki, Jak J7, Jak JS6, JS8, RF8, BAF, Sunray mashinalar ham sotuvda bor va mana shu mashinalarning barcha avtoehtiyot qismlari faqatgina Tashkent Motors Mexanik Uz avtoehtiyot qismlar do'konidan topishingiz mumkin. Va yana bitta ma'lumot o'rnida aytib o'taman. Ko'plar uchun bu yaxshi ma'lumot, foydali ma'lumot deb o'ylaganim uchun aytyapman buni. Jak Sunray avtomobilni bizdan xarid qiladigan mijozlarimiz, ya'ni sotuvimizda 16 mingtalik Jak Sunray ham bor. Jak Sunray xarid qilgan mijozlarimiz uchun esa 3 million so'mlik mana shunaqa ehtiyot qismlar sotib olish imkoniyatini beradigan 3 million so'mlik vaucherimiz ham sovg'a sifatida beriladi. Xo'p, moy filtr, havo filtr, salon filtr, kolodka, oldi orqa kolodka, amortizator, nimaiki fara, eshik, umuman nimaiki kerak bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlarga murojaat qiling. Tashkent Motors doimo sizni o'ylagan holda va sizning foydangiz uchun ishlashda davom etmoqda. Pastdagi raqamlarga aloqaga chiqing. Albatta sizga kerakli bo'lgan ehtiyot qismlarini bizdan topa olasiz. Tashkent Motors sifat qiymatdan ustun. O'zingizni ehtiyot qiling. Sog' bo'ling.